Assalomu alaykum, men rais boylarim. Mana bugun uzoq kutilgan gonkalardan biri BMW M3 Competition va Banan Mercedes AMG. Uni obzorini bizning kanalimizda ko'rdinglar. Suhrobni avtomobili edi. Hozir o'ylaymizki, Suhrob bu gonkaga tayyorlanib kelgan, ketdi. Suhrobjon, mana Qozog'istonga ham keldi. Doniyor bilan kessizlar. Bir o'ynab qo'yamiz. Nima demadingiz? Sportivniy interes dedingiz, mana keldi aka. Sportivniy interesga bitta men ham sinab ko'rishim kerak. Faqat birga bir. Pul yo'q bu yerda. Просто yo'q. ko'ramiz. Sizni mashinangiz qanaqa yurishini, men ota aravam qanaqa yurishini. Qani, Ota aravasi ko'rdingiz o'zi, Doniyorni yutdik. Endi ko'p odamlar aytdi, AMG ham junmas deb. Qani ko'rsating bir junmasligini. Bitta ko'ramiz hozir, qani. So, tayyormisizlar? Bitta like va obuna bo'linglar. 70-75 sila bosamiz. Go! Tayyormisiz? Da, hozir. Kelin nakazatib qo'yaylik. BMW bilan qo'yaylik. O'zim sinab ko'rmadim mashinani. Ishoninglar, Banan baribir Banan. Bilmadim qaysi BMW M8, M4 men uni farqiga bormayman. Banan baribir Banan. CLS kuchini og'ir bo'lsa ham hamma biladi qay darajada kuchli ekanligini. Bular yengil kuzib bo'lgani uchun endi bilmadim. No, farqi yo'q, bosib qo'yaman men. Sportivniy interes. Просто BMW. Donor bilan rais boy bitta palasiga o'tib olsalar ham o'ng tarafga. Ikkalasi bilan ham qo'yib qo'yaveraman. Meni balonim yorilib ketdi. Qaysi biri? Orqa o'ng taraf. Yuroring, yetib olish kerak. Mayli. Yana qayta qo'yaveramiz. Katta ketish emas. Men CLSga javob beraman, motoriga. Men polli bu mashinani tuning qilganimdan keyin bir marta ham men gonkada sinab ko'rmadim. Danliga haydab ko'rmadim. Dixanalari ham hali yopilayotgandi. No, просто sportivniy interes bo'lgani uchun bosib qo'ya qoldim. Ate, toycha yomon bu. Dam qo'yib yuboryapti, жесткий qo'yyapti. Balon yorilib ketdi. Короче, balon dami chiqib ketdi, bolalar. Mercedeschilar ko'zi tegdi. Hozir bor yangi balonim bor. Как раз driftga olib kelganman. O'sha balonni taqaman. Atak Suhrob revansh o'ynaveramiz. Faqat hozir bu travmirованный balon bilan men yaxshi rezultat ko'rsata olmayman. Hech bironta BMW bir balon dam chiqib ketgan ko'rmaganman bular gonkada. Mayli. Bile endi peshana shunaqasi ham bo'lib turar ekanda, Zaynab. Mayli. Qolmadimi? Короче, если что, BMW'ning o'zini ichida bo'lar ekan, bu yaxshi narsa ekan.